Assalomu alaykum. Bugun biz dunyoni ekonomikasini hozir ustun qilayotgan shu Erondagi va Ummondagi o'rtasidagi joylashgan Hormuz bo'g'ozi haqida gaplashamiz. Nimaga bu haqida ko'p gaplashamiz? Dunyoni 20% neft shu o'tadi. Bu dunyo ekonomikasiga ta'sir qiladigan kichkina joy. Politika siyosatiga ta'sir qiladigan joyligi uchun ko'pchilik savol so'rashadi, nimaga endi bu yarmi Eronga qarashli, yarmi Ummonga qarashli? Nimaga endi tankerlar, hamma tankerlar, Amerikadagi tankerlar mamlakat o'tkazsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? 100% bo'ladi. Lekin bu joylar sayozligi uchun tankerlarga xavfli. Tankerlar bu yerdan o'ta olmashligi mumkin. Mana toshlarga urilib o'sha yerda qolib ketishlari mumkin. Shu sababli bu tomon chuqurligi uchun Eronga qarashli tomondan o'tish kerak. Shu sababli Eron hozir yopib qo'ygan, o'ta olmayapti. Endi Amerika buyuk davlat, tan olish kerak, siyosatchilari ham kuchli. Endi shunday xato qilishadimi? Eron buni urush boshlanmasidan oldin agar bizga ataka qilinsa, biz albatta Hormuz bo'g'ozini yopamiz, dunyo ekonomikasiga ta'sir qiladigan joyni yopamiz degan. Endi Amerika bilib turib shu joyga kirdi. Nima sababdan kirdi? Bularda buyuk rejasi qanaqa? Ularda keyingi nimalarda bir gaplashamiz. Agar sizlar bilsalaring kommentariyada qoldiringlar. Salomat bo'lasizlar.